Mashhur rus yozuvchisi Anton Pavlovich Chexov nafaqat rus xalqiga, balki butun dunyoda asarlari sevib o'qiladigan yozuvchilardan biridir. Shuningdek, yozuvchining Xamilon hikoyasi ham ko'plab tillarga tarjima qilinib, maktab darslariga kiritilgan. Yozuvchi uchun hikoyaga bir necha sahifagina yetarli bo'ladi. Ushbu hikoyaning o'zi ham qisqa sahifalarda namoyon qilingan. Asar bosh qahramoni Ochilmeyev politsiya noziri. Asarning muhim voqealari aynan u bilan sodir bo'ladi. Asar itning egasini topish bilan boshlanadi. Barcha hikoyalarning voqealari bozorda sodir bo'ladi. Ochilmeyev obrazida muallif uning hislatlari va ko'rinishlarini bayon qilmagan. Ammo hikoya davomida bular asta-sekin namoyon bo'la boshlaydi. Asarning yana bir e'tiborni tortuvchi nuqtalardan biri Ochilmeyevning avvaliga itni o'ldirish kerak turgan bo'lsa ajabmas deydi. Keyinchalik esa it generalniki ekanini bilgach, it nozik, sen ho'kizdek bo'lsang deydi. Ochilmeyevning bu gaplaridan keyin obrazning haqiqiy hislatlari namoyon bo'la boshlaydi. Ochilmeyev bunday gaplardagi o'zgarishlar hikoya davomida tez-tez uchraydi. Bu uning xarakteridagi asl xamilonlikni ko'rsatadi. Insonlarda xamilonlik hislatlari jamiyatdagi dolzarb ijtimoiy muammolardan keltirib chiqaradi. Xamilon bu vaziyatga qarab o'z rangini o'zgartiruvchi hayvon. Bu Ochilmeyev obraziga to'liq mos keladi. Hikoyaning nomi bosh qahramonning mohiyatini to'liq tasvirlab beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Chexov har zamonda ham global hisoblangan insonlarning xamilon singari o'zgaruvchanlikni qoralagan va o'zining hikoyalarida bir emas bir necha bor satira orqali tasvirlab, jamiyatdagi Ochilmeyev kabi odamlarni va ularning qilayotgan xatolarini oddiy insonlarga namoyish qilgan.